Hammaga assalomu alaykum. Yaqinda YouTube'ga Binafsha Shu'lasining ikkinchi kitobini audio qilib joylab tugatganman. Lekin ko'pchilik oxiriga tushunmay qolgan. Men bu kitobni joylatgan paytimda audio qilib o'qishdan oldin bir marta o'zim o'qiganman. Shunchaki keyin audio qilib yana ikkinchi marta o'qib chiqqanman bu kitobni. Shuning uchun birinchisida o'zim ham unchalik tushunganim yo'q. Lekin hozir bunaqa gapirishimda men aslida bunaqa gapirmayman. Meni shevam umuman boshqacha. Shuning uchun gapirishimdagi xatoliklarga e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Rahmat. Nima demoqchiman? Birinchi o'qiganimda tushunganim yo'q menim. Keyin juda ham zerikarli tugash, juda ham g'alati, ma'nosiz tugash deb o'yladim. Lekin nima desam, ikkinchi marta o'qib audio qilgan paytimda o'zi Rozi bilan Maryam Hayoni kitob o'qiyotgan ichidagi qahramonlar bo'lgan va keyin Hayo chiqqanidan keyin o'sha Hayo Amin amakining uyiga borib yurgan paytlari o'shalar bo'lgan. Lekin undan keyin birdaniga xonim degan odam paydo bo'lib qolgan. Uni meni tushunishim bo'yicha endi kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni albatta yozib ketinglar. Har kim har xil tushundi bu kitobni deb o'ylayman. Chunki rostdan ham tushunarsiz bo'lib qoldi. Keyin xonim degan odam paydo bo'lib qoldi. Chunki birinchi kitob ham, ikkinchi kitobni xotimasigacha bo'lgan joyi ham hammasi o'sha xonim degan odamni kitob o'qish jarayoni, ya'ni o'sha xonim degan odam kitob o'qiyotgan kitobini qahramonlari, Hayo ham, yana kim, Maryam, Rozi, hammasi o'shalar kitobni ichidagi kitobni qahramonlari deb tushundim men. Ko'pchilik tushunmasdan audioni oxiriga, nosiga yozishgan, nima bo'ldi, nimaga bunaqa tugash bo'ldi deb yozishgan. Keyin bittagina odam yozgan, o'zingiz ham og'zaki tushuntirib bering deb. Shuning uchun albatta inobatga olib, o'zim tushunganimni og'zaki tushuntirib beraman. Meni tushunishim bo'yicha shunaqa. Sizlarni o'zlaringizni tushunishlaringiz bo'yicha qanaqaligini ham yozib ketsanglar, agar o'zlaringiz qolganlardan ham yaxshiroq tushungan bo'lsalaringiz yozib qo'ysangiz kommentariyaga zo'r bo'lardi. Hammamiz aniq qilib birgalashib bitta mazmunni tushunardik degan umiddaman. Shuning uchun bir-birimizni hurmat qilgan holda albatta yozaylik. Kimdir xato yozsa urishib tashlamasdan shunaqa qilib hurmat qilgan holda yozib fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddaman. Audio kitobni oxirigacha men bilan birga bo'lganlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi kitob bilmadim nima bo'ladi. Keyingi kitob qaysi bo'lishini, qaysi kitobni o'qishni, eshitishni xohlasalaringiz yozib ketinglar. Lekin iloji bo'lsa eskiroq kitoblar bo'lgani yaxshi. Hozirgi yangi chiqqan kitoblar emas. Shuning uchun muammo bo'lmaydi degan umiddaman. Hammalaringizga rahmat. Audio kitob oxirigacha bo'lganlaringiz uchun. Hali bu bilan audio kitob kanal tugab qolmaydi deb o'zim ham umid qilaman. Ishtiyoqim bo'lib tursa, yana davom ettiraveraman. O'zim uchun ham o'qiyman, sizlar uchun ham o'qiyman. Hammalaringizga rahmat.